Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, omonmisizlar, charchamayapsizlarmi? Men G'ayrat Mahmudov, sizlar G'ayrat Show YouTube kanalida bu videoni ko'ryapsizlar. Biz hozir Xonoboddamiz do'stlar. Mana Xonobodda ko'rishingiz mumkin. Mana Royal 2 Xonobodda halol dachadamiz. Halol dacha bu umumiy profilda nomi, yurgizadigan akalarni umumiy narxasi. Oilaviy dam olgani kelganmiz. Ota-onam, farzandlarim hammamiz ayolim va hozir mana shu dacha menga yoqib qoldi. Shu dachani bitta obzorini qilib sizlarga ko'rsatmoqchiman. Vodiydan sizlar ham xohlasanglar kelishinglar mumkin. Mana yayrayat Mustafa, ketdik. Sizlarga to'liq mana shu dachani obzorini qilib beraman. Endi Vodiydan, Andijondan, qayerdandir kelmoqchi bo'lsanglar, Xonobodda mana shu halol dacha profilida 6-7 ta dacha bor ekan. Ketdik ko'rsataman, kelaverasizlar. Xo'p. Kirib kelganimizda do'stlar, eshikni yopib qolaman. Tak. Bismillahirrohmanirrohim. Kirib kelganimizda dachada mana bunaqa kabeshlari bo'ladi. Kirib kelganimizda mana tenisi bor. Tenisidan keyin mana bunaqa chiroyli mana bilyardlari bor. Dadam bilyard o'ynayotganda hozir dadam turklarimni ko'rib qolishmasin deb qochdi. Va tenis, bilyard bo'lgandan keyin endi kattakon mana bunaqa basseyni ham bor. Bu yozgi tualeti ham bor. Xo'p, endi dachani o'ziga ham bitta baho beringlar. Qaranglar, mana 2 etaj. Haligi rossiyskiy dachalar bo'ladi-ku, jigar rang qilib qilingan. Tashqarilari tunika fondan shunaqa chiroyli holatda qilingan ekan. Avval tashqarini to'liq tugatib olaylik, keyin ichkarilarni ko'rsataman. Hozir yozgi oshxonasi tomonga olib boraman sizlarni, yuringlar do'stlar. Bolalar yayrayapti hammadan ham. Bo'ldi hozir. Bolalar yayrayapti. Kelaverasizlar. Xo'p. Kirib kelganimizda bu ayam. Xullas do'stlar, mana yozgi oshxonasi ham juda ham chiroyli qurilgan ekan. Mana bunaqa havo tortib ketadigan joy bo'lakchalar qilinib, shashlik uchun alohida shashlik ko'ralar, sixlari bor ekan. Biz shashlik uchun ko'mirlar olib kelganmiz va ovqat qilish uchun gazlari, suvlari va tagidan suv oqib turadi. Sal bu ham shabada berib turadi degan maqsadda zamonaviy oshxonalar qilingan. Mana bunaqa bir narsa texnologiyalar o'rnatilgan va kattakon xolodilnik ham qo'yilgan. Va endi dachani ichki qismini ko'rsataman. Umumiy hisobda birinchi etajda, ikkinchi etajda 2 ta zal, har birida 4 tadan 3 tadan xona bor. Ketdik, yuringlar do'stlar. Hali Toshkentga borib yurmasdan shunaqa joylarga ham kelsak bo'laveradi deymiz. Buni nimasi yomon aytamiz. Toshkent dachalari yomon demaymiz. Toshkent dachalari zo'r. Vaqt ezib qo'yadi. 6 soat borasiz. Yana 6 soatda dam olgandan keyin qaytasizda, qaytib kelib yana dam olishingiz kerak uyda do'stlar. Xo'p, kelaverasizlar do'stlar. Mana kirib kelganimizda, xo'p, konditsioneri bor, chiroyli holatda qilingan. Bu xonasi hozircha pustoy. Bu xonasi asosan chunki halol dacha deyilyapti-yu, bu yerga faqat ulfatlar, sinfdosh jo'ralar yoki faqat oilani qo'yishar ekan. Namozxona hisobida bu yer. Xo'p, bu endi общий umumiy o'tirib ovqatlanadigan joyi bu yer, ko'rdinglar. Va undan keyin bu tomoniga o'tamiz. Bu tomoni bu mana tashqariniki mana. Boya hozir ko'rgan mana basseyn boshqalardan tashqaridan chiqadigan joyi, umumiy salqinda o'tiradigan joyi. Xo'p, endi bu yoqqa keladigan bo'lsak, bu xona hozircha yopiq, sababi bu xonani alohida bir jakuzi, boshqacha bir saunami bir narsalar qilamiz deyishyapti ekan. Bu chunki bu dacha bu yil ochilibdi, yaqinda ochildi. Mana shu sezonda ochilibdi. Endi bu tomoni endi o'sha umumiy dush tualet. Bitta umumiy mana shu dachaga rakivinasi, dush tualeti. Xo'p, endi sizlar bilan ikkinchi etajga chiqamiz. Asosan yotoqxonalar endi ikkinchi etajda ekan. Ikkinchi etajga chiqamiz, qani ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ikkinchi etajga chiqib oldik. Shunday ikkinchi etajga chiqqanimizda mana chap tomonda 2 ta xona, o'ng tomonda 2 ta xona, televizor, PlayStationlari bor. Mana o'g'lim multfilm ko'ryapti. Yaqin kunlarda mana shu yerga 10 ta kompyuter qo'yamiz deyishyapti. Mana do'stlar. Xonalar mana shunaqa 2 talik joylashuv asosida. Bunisi ham shunaqa. Mana bunisi ham 2 talik joylashuv. Bu ikkalasi ham xuddi shunaqa holatda. Va mana aytdan chiqqanda mana balkoni bor. Balkoni shunday aylanib nar tomonga o'tib ketgan. Tashqari fonlari mana ko'ryapsizlar do'stlar.
Mana shunaqa holatdagi dacha, agarda sizlarga bu dacha qiziq tuyulayotgan bo'lsa, qiziq bo'lsa, nomerlarini ham qoldirib qo'yaman. Aloqaga chiqib olasizlar. Hozir mana shu biz turgan dacha bir kuniga 2 million 300 ming so'm ekan Andijon Xonobodida. Bundan tashqari yana mana shu halol dacha profili orqali yurgizishadi-da, bu yerda umumiy nomi. 6 ta dachasi bor ekan bu akalarimizni. 2 million 300 mingdan shu 3 milliongachaga eng qimmat dachasi 3 million ekan. U qanaqa desak, u odam sig'imi ko'proq, ko'pchilik sig'ar ekan. Mana shunaqa yopiq basseyni ham bor. Buni ichida bunda yo'q-ku. Keyin mana shunaqa joyda 10 ta kompyuteri ham bor ekan. Shuni hisobiga unisi sal qimmatroq yurar ekan. Shu endi sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa video, biz xursandmiz. Charchamanglar, like bosing, kanalga obuna bo'ling va podpiska bosishni unutmanglar. Charchamanglar.